Assalomu alaykum. Sizlarni yana qaytadan to'g'rirog'i sizlar meni ko'rganingizdan xursand bo'lishinglar kerak. Xo'p, bugun sizlar bilan 3-chi suhbatimiz. Juda ham effektivniy, juda ham hammaga mos tushadigan suhbat bo'ladi, xudo xolasa. Demak, salomatlikka boruvchi yana eng oddiy, yanada soddalashtirilgan variantlarni sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Bugun suhbatimiz ozgina cho'zilishi mumkin. Bilasizlar, suhbatga mana shu suhbatlarni sizlarga aytib berishimdan oldin qisqa tayyorgarlik bo'lyapti. Misol uchun 10 minutlik tayyorgarlik qilaman. Shu bilan videoni yoqaman. Va qayta syomka qilmayman, bittada syomka qilaman, montaj ham qilmayapman. Tushunib olinglar. Nimaga? Bu oddiy formulalarni, men aytadigan narsalarni 5-sinf bolasi ham bilish kerak edi. Lekin bu videolarni ko'rayotganlar hozir potensiali menimcha 5-sinflar emas. Sizlar уже davno bilishinglar kerak bo'lgan narsalar va hozirda amalda bajarayotgan bo'lishinglar kerak. Agar bajarmayotgan bo'lsanglar ham, men yana birisidir eslatib o'taman. Mana hozir birinchi vопросni bering. Har kuni menga telefon bo'ladi. Telefonlarni ahamiyatini qarang. Misol uchun buyrakda tosh bor, bitta giyoh bering, men tuzalay. Yo bo'lmasa, yuragimda muammoim bor, yo men bunaqa temir qo'ydirganman, men bunaqa bo'lgan, stentlarim men bunaqa bo'lgan. Xo'p, yana telefon qilishadi, gijjaga nima bor? Ikkita giyoh bering, hal bo'lsin. Qarang, bu narsalarni asl kelib chiqayotgan sabablarini hal qilishimiz kerak. Bu hal qilinishi bitta yo ikkita dori bilan hal bo'lib qolmaydi. Biz avvalambor o'sha o'zimizga savol berishimiz kerak. Nima qilsam dorilarsiz, giyohlarsiz, hech kim yordamsiz sog'lom bo'laman? Nega odamda gijja paydo bo'ladi o'zi? Gijja nima ahamiyati bor? Yoki nimaga bu kasalliklar paydo bo'lyapti? Masalan, odamlarda uchraydi tez bosh og'rishi, ichadi fanigan, sitramon, yana nima dorilar ichishadi. Yo bo'lmasa, ana qon suyultirishga doimiy tarzda o'sha o'tgan safar aytganingizdek kardiomagnit trombopol trombaslar ichishadi. Va yana shunaqa kasalliklarni yengish uchun harakat qilishadi. Endi tasavvur qilaylik, bularning sabablarini keltirib chiqarayotgan narsalar nima? Masalan, qoni suyilayotgan odam tasavvur qiling, bir trubaga balchiqqa jo'natsangiz. Balchiq o'rtada o'zi sekin harakat qiladi, o'rtada qaqqadir bor tiqilib qoladi. Endi biz nima qilamiz unga? Nasos ulaymiz. Nasos ulagandan keyin nasosni yoqib qo'ysak, balchiqqa jo'naturadi. Qaysidir muddat ishlagan, qanchadir muddat ishlagandan keyin nasos ham o'sha qiynalishni boshlaydi. Endi u zo'ri qilib qor ishlashni boshlaydi. Bu g'ir bu bizning yuragimiz. Ya'ni yuragimizda o'sha bosim oshdi. Ani balchiqqa chiqarib haydash kerak hali. Endi nima bo'ladi? Yurak nagruzka tushadi, demak bizda davleniya qon bosimi oshadi. Xo'p, buni biz yengishimiz bu shunchaki trombas yoki trombopol kardiomagnit emas. U biz balchiqqa tasavvur qiling, shishlangan ichiga bitta tabletka tashlayapsiz. Misol tasavvur qilish uchun shunaqa tushuntiryapman, aslida unaqa bo'lmaydi, lekin u tabletka nima yordam berishi mumkin? Bu muammoning asl yechimimi degan vaqt qo'yishimiz kerak oldimizga. Xo'p, bugun sizlar bilan gaplashadigan masalamiz, demak, salomatlik sari eng oson, qulay usullar. Xo'p, salomatlikka eltuvchi eng top 9 ta sizlarga maslahat. Bu maslahatlarni qilsanglar, xudo xolisa hech qanaqa doktorga va hech qanaqangi tabibga, shifokorga, mutaxassisga yoki dori-darmonga ishinglar tushmaydi. Bu qanaqa? Mana o'zim uchun ozgina ishparga qilib qo'yganman. Demak, bu birinchisi sog'lom fikrlash. Ya'ni avvalambor o'zimizni his qilishimiz, kasalligimizni his qilishimiz, kasalimiz boshlanayotgan joyini his qilishimiz, nima qilib davolashimizni his qilishimiz kerak. Avvalambor men shu aytadigan narsam har bir narsaga rozi bo'lish. Bu joyingiz og'rib qolsa ham, birinchi navbatda rozi bo'ling o'zingizdan. Norozichilik bilan hech narsa boshlanmaydi. Avvalambor kasalingizga rozi bo'ling. Siqilish yo'q. Siqilib qolmang. Nimaga bunaqa bo'ldi, nimaga bunaqa bo'ldi deb o'tirmasdan, shunchaki analiz qilishimiz kerak o'zimiz. Xo'p, masalan, men yana bitta yomon ko'radigan narsam odam o'zi yoqtirmagan ish qilishi. Mana kapelnitsa olish kimgadir yoqmaydi, kimgadir achchiq narsalar ichish yoqmaydi, kimgadir giyoh ichish yoqmaydi, lekin majburligidan harakat qiladi-da. Bu demak, yaxshi emas. Bu sog'liq uchun birinchi qadam. Yoqmayaptimi, qilmaslik kerak, to'xtatish kerak. Men xohlardim o'sha ayniqsa tabiblar bemordan so'rash kerak. Hozirgi vaqtda u achchiq narsalar iste'mol qilish yoqtiryaptimi yoki sho'r yoki nordon, mazali narsalar unga ma'qul kelyaptimi? Birinchi navbatda shuni so'rab, shunga qarab nazначение bersa, tanaga singarmidi balki. Bu mening shaxsiy fikrim. Chunki inson o'zi xohlagan narsasini iste'mol qilish kerak. O'zi xohlab iste'mol qilish kerak. Yo'q deydi, bizda hozir o'zimiz klinikada ham shu narsa bo'ladi ko'pincha. Men buni to'xtatib qola olmayman nimagadir. Yo'q deydi, buni ichmasangiz tuzalmaysiz deyshadi. Biz ham o'zimiz klinikada ham. Aslida u shifobaxsh, haqiqatda ta'siri zo'r, haqiqatda giyoh moshniy deydi-ku. Lekin insonning o'zi xohlamaganini emas, uni zaminashuisini qilish mumkin baribir. To'g'ri, boshqa sal qiyinroq yo'ldan borish mumkin, lekin baribir qilsa bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi sog'lom suv ichish. Sog'lom suv ichish bu nima? Organizm bilsanglar hujayralardan tashkil topgan, hujayralarning asosiy qismi demak suvlardan tashkil topgan. Bundan tashqari hujayra oziqlanishini hisobi bor. Oziqlanishi bu nimalar? Masalan, aminokislota, yog'lar, fermentlar, vitaminlar, uglevodlardan demak oziqlanadi. Biz bu oziq moddani demak eng uzog'i qaynatilgan suvdan yoki kola, Fanta, Sprite turda suvda
yoki vodoprovod suvlaridan ololmaymiz. Olamiz, bu yerda suvi pHli muhiti bor. Ya'ni organizmni o'zi tug'ilganda demak 7,5 bo'lib tug'iladi. Normasi 7, 1 dan 14 gachalik shkalada hisoblanadi. Demak, biz ichadigan barcha mineral yoki Coca-Cola, Fanta shunaqa suvlarning hammasi 2,5 bo'ladi. Ya'ni kislotali qismi 2,5 bo'ladi. 7 dan pastini kislotali muhit, ya'ni pH muhit deyiladi. 7 dan 14 gacha bo'lgan qismini ishqoriy muhit deyiladi. Bu yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Buni tushunmaslikka haqqimiz yo'q. Oddiy mana strelka chizamiz, demak o'rtasi 7. Bu yog'i 1, bu yog'i 14. Xo'p, biz shuni muhitimizni 7 da saqlashimiz kerak. Bunga majburmiz. Endi bitta tasavvur qilib olaylik. 2,5 kislotali muhitda tirik jon yashamaydi. Hech qanaqangi tirik jon yashamaydi. Даже odam ham o'ladi agar 2,5 ga toza tushib qolsa. Endi bizda ichilayotgan suvlarning asosiy qismini, misol uchun filtrdan o'tkazamiz deydi. Yana bir nima kislotalar qo'shishadi, nimadirlar qilishib, bizga Coca-Cola tayyorlab berishadi. Misol uchun Coca-Cola, Pepsi ularni juda ko'p miqdorda ichamiz. Bu oshqozonni, demak, 2,5 kislotali muhitgacha olib tushib tashlash ehtimoli juda yuqori. Biz avvalambor shundan saqlanishimiz kerak. Xo'p, bundan tashqari qanaqa buni o'lchasak bo'ladi desa, eng yuqori suv bu gazlanmagan suv. Magazinlarda sotadigan, misol uchun Hidroline, Nestle suvlari sotiladi. Aynan o'shalar, demak, 6,5, ya'ni neytral muhitga eng yaqini 6,5 shkalada bo'ladi. Endi buni biz qayerdan 7 ni topamiz yoki 7 dan ozgina bo'lsa ham yuqorisini topamiz degan savolga ko'pchilik javob beradi, buloq suvlari deb javob beradi. Xo'p, buloq suvlari ham to'g'ri, lekin tabiatdan ozgina bo'lsa ham qo'shimchalar qilishimiz kerak. Ya'ni unga demak ma'lum tuzlardan qo'shsa bo'ladi. U tuzlar har joyda chiqmaydi yoki O'zbekistonda menimcha umuman sotilmaydi. Chet ellarda ko'rganman. Suvlarga aralashmalar qo'shib ichishadi. Misol uchun 10 litr yonkustga yoki 20 litr yonkustga o'shani aralashtirib qo'yib ichib yurishadi odatda. Bu demak bizning hayotimizning eng muhim qismi suvdan iborat. Suv barcha kasalliklarimiz davosi deb ham hisoblasanglar bo'ladi. Uchinchimiz, tanani muntazam tozalab turishimiz kerak. Tozalash bu ochlik tozalovi bo'ladi. Roza tozalovi ham deyshadi. Demak, muntazam tarzda ravishda tanani tozalashimiz kerak. Va yeb ichayotgan oziq moddalarimizni ham juda qattiq e'tiborga olishimiz kerak. Bu haqda hozir yana to'xtalamiz. Demak, bizning hujayralarimiz, yana hujayraga qaytib turaylik. Hujayra doirasida tozalov deyiladi, bilsanglar. Hujayralarga biz imkoniyat, ya'ni shans berishimiz kerak. Hujayrada har xil toksinlar, zaharli moddalar, oshiqcha tiqilmalar paydo bo'lib qoladi, to есть yig'ilib to'planib ketadi. Ochlik paytida, demak, organizmga ovqat agar tushmasa, hujayralar o'zini o'zi avtomatik tarzda tozalashni boshlaydi. Tozalanish jarayonida, demak, siz yana bilsangiz, qorningiz juda ham bir och qolganini his qilasiz, keyin ovqatlanishga imkoniyatingiz bo'lmagandan keyin yana ochlik hissi o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin yana bir muddat 2 soat, 3 soatdan keyin yana qorningiz och qolganini sezasiz. Bu bekorga emas, demak, oshqozonga ochlik paytida ovqat tushmasa, demak, hujayralar o'zi miyaga signal beradi, o'zini o'zi tozalash rejimiga o'tadi. Shunaqangi bir Alloh kuchli mexanizm yaratgan bizani, mexanizm qilib yaratgan deb to'g'ridan-to'g'ri aytishim mumkin. Hujayralar o'zini o'zi tozalashi bu insonga salomatlikka beradi. Agar hujayralar o'zini o'zi tozalasa, hech qanaqangi rak kasalliklari, yana tuzalmas kasalliklar kelib chiqishi bartaraf bo'ladi. Xo'p, keyingisi immunitetni asrash yoki ko'tarish. Immunitet juda ham muhim narsa inson uchun. Immunitet bizning jangchilarimiz. Jangchi kim u? Jangchi. Masalan, qilich, bizning qilichimiz, pistoletimiz, avtomatimiz, kelgan har qanaqa xavfni qaytarish uchun bizga yordamchi qalqonlarimiz bu immunitetimiz bo'ladi. Immunitetni doimo mustahkam saqlashimiz kerak. Immunitetni nima bilan ko'taramiz desa, ko'pchilik aytadi, immunitet bolalarim tushib ketyapti, biridan ikkinchisiga yo'qotdi, yaqinda tuzaluvdi, bir oy oldin yana kasal bo'lib qoldi, mana bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Bu oilada o'zi sog'lom ovqatlanish yo'q, sog'lom fikrlash yo'q. Meni shaxsiy fikrim, demak, suvga bo'lgan e'tibor juda ham past. Suvi o'zi dozasi qanaqa degan savolni hozir aytmayman. Javobini 1 kilogramm vesi uchun 30 ml olinadi. Masalan, men agar 90 kiloman deb oladigan bo'lsa, demak, meni dozam 2700 ml bo'ladi. 30 ga ko'paytiraman. Xo'p, litrda shunda 2 litr 700 ml suv ichishim kerak har kuni, tozalangan va sog'lom suv ichishim kerak. Xo'p, keyingisi immunitet. Shunda immunitetimizni saqlasak, har qanaqa kasallik bizdan yurib o'tib ketib qoladi. Mana Covid biz uchun juda yaqqol misol. Nimaga qariyalar ko'p o'tib ketdi-da, yoshlar qoldi. Yoshlardan endi sanoqli darajada, unda ham qanaqadir og'ir kasallar borlari, doimo doktorda, shifokorda bo'lganlar, ya'ni ko'p muntazam qatnab yurganlar va yosh kattalarni ham, deylik 70% ga bu og'ir kelgan bo'lsa, 30% ga bu darajada og'ir kelmadi. Sababi nimada? O'sha 30% doimiy harakatda, doimiy mehnatda va o'zi bilgan, bilmagan holatda o'zini doim sog'lom saqlab yurganligida. Xo'p, demak, Covid slabiyalarni olib ketdi, immuniteti yo'qlarni olib ketdi. Xo'p, keyingisi harakatda bo'lish masalasi. Har kuni eng kamida 5000 dan 10000 qadamgacha yurish majburiy.
buni xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'zi 2000, 3000, 4000 kilometrgacha har kuni yuramiz odatda. Sal ko'paytirishimiz kerak. Ozgina ko'p emas. Misol uchun kechki sayr yoki tonggi sayr, kunduzgi sayr, obed paytida sayr, xohlagan vaqtingizda o'zingizga qulay vaqtda hech bo'lmasa 1000 qadam yurishingiz kerak. 1000. Bu ya'ni odatdagi kunimizdan ko'ra yana qo'shimcha 1000. Imkoni bo'lsa 10000 qadam mana iPhone'larda уже shu narsa bor, qadamingiz sanaydi. Android ishlatmaganim uchun unchalik tushunmayman. Xo'p, demak qadamlarimizni hisoblab har kuni bitta qadam dozasiga yetkazib yurishimiz kerak. Xo'p, endi bularni barchasini qanaqa qilib biza mujassam qilsak bo'ladi o'zimizda desanglar, demak bizning 7-shifoyimiz bu asal. Asalni bilsanglar Qur'onda ham keltirilgan. Asallari demak bizga mehnat qilib biz uchun shifoni o'zi ko'tarib yig'ib beryapti. Biz har kuni ertalab uyqudan turib agar bir stakan asal, ya'ni qaynagan suvga asallarni bir choy qoshiq asal aralashtirib ichib yursak, tanamizda har qanaqangi toksin bo'ladimi, har qanaqa kasallik bo'ladimi, barchasini bartaraf qilib beradi. Asalda hech qaysi hali yer yuzidagi hech qanaqa o'simlik bo'ladimi yoki qanaqadir moddalar bo'ladi, hech qaysida tarkibida 72 xil foydali komponentlar bori yo'q. Asalda 72 xil foydali komponent bor ekan. Buni imkon qadar biz qadrlab, asrab, avaylashimiz kerak bu asal masalasini. Asal serobligini sababi hech kim yemayapti, ichmayapti. Aslida yetmay qolish kerak bu asal. Asalarichilikni o'zi rivojlantirishimiz kerak. Xo'p, endi asalga ketadigan pul 1 kilosi hozir kunda yaxshisi 100 mingdan 500 minggacha deyshadi. Bir chele olib kelib qo'ysak ham bizga menimcha zarari yo'q. Cho'nchagimiz 1 kilo xatlab olishga yetadi. 1 kiloni o'zini ham 1 oygacha yesa bo'ladi. Asaldan pul qizg'angandan ko'ra o'sha doriga sarflash odamlar uchun maqbul variant bo'lib qolgan hozir. Hozir bizga kelsanglar ham kamida 500 mingdan 1 milliongacha pulingiz ketadi. Aptekalarga borsanglar, umuman dorisini o'zi 1 million atrof bo'ladi. Klinikada analiz topshirish, doktorlarga ko'rinish, konsultatsiyalarga to'lash yana taxminan 1 million, obshi 2 million so'm meditsina yo'lida ketadi. Bu eng oddiy davo usullarini aytyapman. Xo'p, demak biz asaldan pulni ayamasligimiz kerak, suvdan pulni ayamasligimiz kerak, qo'rqmasdan ichishimiz kerak. Va yana shifolardan bittasi Qur'on o'qish. Qur'on o'qish eng muhimi. Bularning ichida Qur'on o'qiganda demak biz o'tgan suhbatimizda gaplashganimizdek ruhni davolaymiz Qur'on bilan. Busiz bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi doimiy kulgi. Doimiy jiddiylik ham bizani kasallikka chalintirishga olib kelyapti. Kulgi, ya'ni qisqa tabassum, mana suhbatimiz boshida bir kuldim. Может qo'shilib kulgandirsizlar. Doim esingizda saqlanglar, suhbatlarda kulgi bilan boshlanishi suhbatda chiroyli davom etishi va chiroyli yakun topishiga olib keladi. Suhbat, ayniqsa suhbatdan tashqari ham o'zingiz bir nima voqealarni eslab, mana mashinada ketayotganingizda yoki avtobusda ketayotganingizda sekin miyig'ida kulib qo'ysangiz bo'ladi. Kulganingizda demak hayotdan rohatlanishni boshlaysiz. Xo'p, endi sizlarga yana shuni aytmoqchiman. 7 xil zararli moddalar bor bizda, ya'ni oziq moddalari bor. Birinchi yomonlikka bizni chorlovchi bu shakar bo'ladi. Shakarda kalsiy karbonat bor, demak bu cho'kma hosil qiladi va organizmga u zichlashib kirib, cho'kmalar qotib qoladi, xuddi ohakdek qotadi. Uni osonlikcha keyin ajratib olib bo'lmaydi. Umuman imkon qadar shirinlik va shakarlardan tiyilish kerak. Mayli yemaylar demayman, ichmaylar demayman, shakarni ham bir haftada bir, 2 haftada bir qoshiq, 2 qoshiq yetadi menimcha. Shirinliklarda ham imkon qadar mana shirin dozani kamaytirsa yoki uyda tayyorlanadigan bo'lsa shakarni kamroq qilib pishirtirsa bo'ladi. Hozir kunda bilsanglar zamon rivojlanib ketdi, shakar o'rnini bosuvchi ham juda ko'p moddalar chiqib ketgan. Aynan misol uchun choylar tarkibiga shakardan ko'ra steviyani qo'shib ichish shakardan ko'proq shirinlik beradi va hech qanaqa zarar yo'q, qaytaga qonni suyultirib organizmga ko'proq foyda beradi. Bundan tashqari uyqu masalasi. Uyqu ham bitta oziq modda bo'lib qolgan biz uchun. Uyquni me'yorda, demak 6 soatdan 8 soatgacha uxlash kerak. Endi hozir Toshkent sharoitida soat 9:00 da, ya'ni xuftondan keyin uxlash imkoni yo'q. Lekin agar imkon topilsa, o'sha vaqtda uxlash kerak. U imkoni yo'q bo'lsa, uzog'i 10-11 gacha uxlab, ertalab soat 4-5 da turish kerak. Bu ham demak salomatlik sari bitta yo'l. Men buni aytaman, o'zim shaxsan shunaqa qilmayman, qila olmayman ham. Ayniqsa mana roza kunlarida paytida saharlikgacha uxlamasdan, saharlik qilib ondan keyin uxlashga to'g'ri kelib qoladi. Lekin asli bu ham noto'g'ri. Demak, bitta shuni deb menda asablarda o'zgarishlar, umuman energiyamda o'zgarishlar paydo bo'ldi, buni o'zim his qilyapman. Keyin siydik yo'li kasalliklaridan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni siydik yo'lini shamollatishdan, ya'ni hozir to'g'ridan-to'g'ri gapira olmayman. Ayniqsa ayollar pastki qismini juda ehtiyot qilish kerak. Erkaklar ham. Hozir kundagi kiyimlarimiz juda bir muammoli bo'lib qoldi. Pastki qismimiz eng muhim qism. Og'izdan hamma narsa kirib kelyapti. Chiqib ketishi ham juda muhimlar organizmdan. U chiqish yo'lini ham juda qattiq ehtiyot qilishimiz kerak. Keyin bundan tashqari mana ko'p inurezlar ko'payib ketdi, siyib qo'yish yoki shunga o'xshash yana kasalliklar ko'payib ketdi. Sababi nima deyapti? O'sha vaqtida siymaslik yoki siydik yo'l shamollashlarni o'tkazib yuborish. Be'tiborlik, beg'amlik, bu juda yomon bu. Uje tomchilash boshladimi, sekin qarash kerak bu narsalarga. Sababini o'rganish kerak. Bu nima deydi? Inson o'zi bilib yurgan narsalar, u ichki kiyimlarini boshqasini hammasini o'zi ko'radi.
qiyin ishlar emas bular. Juda muhim biz uchun 7 ta, demak, qilmasligimiz kerak bo'lgan ishlaydi bular. Xo'p, endi keyingi masalamiz ovqatlanish masalamiz. Biza odatda iste'mol qiladigan ovqatlarimiz, demak, men o'zimdan kelib chiqib aytaman, zavtrakka tuxum, sosiska onda-sonda yoki yana shunaqangi pishiriqlar, bilinchik yoki yana pishirishadi, har xil omletlar. Xo'p, obedda odatda osh yeyman. Obeddan keyin asr yoki shomga yaqin yana bir qornim ochlaydi. Unda harakat qilaman yemaslikka, keyin kechki paytda demak, har doimgidek og'aynilarim bilan ko'rishsam mustahkam ovqatlar, kuchli ovqatlar, ko'rishmasam uyda suyuq ovqat ichib qo'yiraman. Xo'p, endi bu to'g'rimi degan vobros ana. Kimda shunaqa o'zi? Agar sizda ham shunaqa bo'lsa, men like va komment bilan o'zingiz tasdiqlashingiz mumkin. Xo'p, avvalambor ovqatni 2 mahal yeyishimiz kerak. Bizga singdirilgan 3 mahal ovqat yeyish kerak. Zavtrak, obed, ujin qilish kerak deb singdirilgan. Aslida unaqa emas. Bir kunda bir mahal yesam hech qanaqa zarari yo'q. Qorin ochganda yeyish kerak faqat. Va bundan tashqari juda kam miqdorda yeyish kerak. Oshqozonimiz mushtdan sal kattaroq bo'ladi, bilsanglar. Demak, bir musht ovqatimiz bu bir mahal ovqatimizga o'zi to'g'ri keladi mana. Xo'p, keyingisi ovqatlanganda bizda organizmga foydali bo'lgan fermentlar, demak, uglevodlar, yog'lar kerak bo'ladi. Biz yeyotgan ovqatlarda shu demak, oziq moddalar bormi degan vobros qo'yishimiz kerak oldimizga. Bu oziq moddalar chala pishgan ovqatlarda bo'lar ekan. Biz yeyotgan osh yoki yog'da pishgan har qanaqa ovqatlarimizda bu demak, fermentlar, uglevodlar, yog'lar hammasi parchalanib, demak, o'lib bo'ladi. Bu oshqozonimizga hech qanaqa hech narsa singmaydi degani bu. Bizga ovqat taomimiz, demak, dori bo'lmayapti. Buni qanaqa qilib yaxshilashimiz mumkin deganda, biz avvalambor birinchi navbatda agar yeyishimiz kerak bo'lsa, tartibini bilib olaylik. Yeyishimiz kerak bo'lsa, demak, shirinlik yeyishimiz kerak. Agar shirinlik dasturxonda yo'q bo'lsa, demak, birinchi navbatda biz mevalardan boshlashimiz kerak iste'molni. Mevadan keyin sabzavotlarga o'tishimiz kerak, sabzavotlardan keyin ovqat iste'mol qilishimiz kerak. Shunda bizda to'g'ri ovqatlanish bo'ladi. Endi nabarotiga bizda odatda ko'pincha shunaqa bo'ladi. Endi ovqatni birinchi yeymiz, keyin orqasidan meva yesak nima bo'ladi? Meva ichkariga tushganda ovqat bilan birga achiydi va kislotali muhitni paydo qiladi. Kislotali muhit paydo bo'lgandan keyin samo собой yana organizm sovishni boshlaydi, ya'ni sovuqlik oshishni boshlaydi va kasalliklar avj olishi uchun biz yo'l ochib bergan bo'lamiz. Xo'p, shu uchun birinchi navbatda ketma-ketligini to'g'rilagandan keyin endi miqdorini to'g'riladik va iste'mol qiladigan ovqatimizda juda yaxshi e'tibor berishimiz kerak pishish darajasiga. Yog' ishlatayotgan yog'imizdan tuzigacha va har bittasini pishayotgan sabzavotlarimizni, ya'ni qanaqa tarzda pishganigacha e'tibor bersak juda yaxshi bo'ladi. Imkon qadar dalada pishgan sabzavotlardan iste'mol qilishimiz kerak va undan ham tashqari pishish darajasi pastroq bo'lgani yaxshi. O'ta pishgan, o'ta bo'sh, o'ta yumshoq ovqatlar men uchun muhim bo'lmaydi. Avashnoy ovqatlar biz uchun juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, endi ovqatlanishni tugatdik mana. Demak, bizga 7 ta muhim bo'lgan zararli odatlarni ko'rdik va 9 xil foydali odatlarni ko'rdik. Demak, eng muhim narsalardan bittasi, yana agar biz bu ishlarni qila olmasak, to'g'ri, men o'zim ham qila olmayman, sizlar ham qila olmaysizlar. Bitta odatlantirish kerak ekan. Odatlarni qo'yishimiz kerak yo'lga. Masalan, har kuni o'rik sharbatini tayyorlash kimgadir murakkablik berishi mumkin, lekin har kuni haftada kamida 2 marta, bir haftaga yetadigan qilib o'rik sharbati qaynatsak bo'ladi. Yoki oyda 2 marta bo'lsa ham biz o'zimiz xohlagan viloyatlar yaqin yoki viloyatliklar eshitayotgan bo'lsa, sizlarda tем более oziq moddalar juda ham sof tarzda yetishtiriladi va kim yetishtiryapti, qanaqa yetishtirayotganigacha biladiganlar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Endi Toshkent sharoitida yoki shahar sharoitidagilar hech qaysi shaharga menimcha viloyatlari yoki tumanlari uzoq emas. Chiqib o'sha yerdagi tumanlardan olib kelish juda ham foydali bo'ladi dehqonlarning o'zidan. Xo'p, biz yana nimani tashkil qilishimiz mumkin? Odatlar bittada hammasini qilib bo'lmaydi. Men ishonmayman, ertadan o'zidan bularni hammasi maslahatlarini qilib tashlashingizni. Bitta qo'shib borsanglar, lekin juda ham chiroyli odatga aylanadi bu. Endi xo'p, odatda ham qila olmadik. Hech nima qo'limizdan kelmayapti, lekin juda ham xohlaymiz mana shu sog'lom turmush tarzi, ya'ni sog'lom hayotga qaytishi va sog' bo'lishi. O'zi itak hamma joyimiz og'rib turibdi. Tasavvur qilaylik. Kasalligimiz avj olgan payt ko'rayotgan bo'lsak bu videoni, hozir sizlar ichayotgan dorilar shunchaki jarga qulab ketmasligi uchun sizlarga arqon vazifasini bajarib turibdi xolos. Endi bu ovqatlanishimiz hozir o'zida jardan sizni uzoqlashtiradi ancha. Hozir u joyingiz og'riyotgan bo'lsa, hoziroq boshlang men aytayotgan narsalarni. Cho'zib o'tirmang. Hozir o'rningizdan turing. Kimgadir buyurishingiz kerak bo'lsa, buyuring, olib kelsin. Buyura olmasangiz, o'zingiz shartta chiqingda ertalabdan hammasini olib kelib, kun davomida tayyorlab, oilaviy iste'mol qilishni boshlaylar. Va o'sha dasturxonga ham, mana shohona dasturxon qilib tashlagandan ko'ra, ketma-ket olib kelinsa, juda ham yaxshi bo'lar. Chunki variantlar ko'p paytida odam yeyish xohlamay qolish instinkti bor. Bittada hammasini qo'ygandan ko'ra bitta, masalan, bolgarskiy sabzi, pomidor, bodring, yana qaysilarini to'g'radikda olib keldik, stolga qo'ydik. Qani olinglar, ustida zelenlari bilan, chesnok, piyozlari bilan, keyin bitta yeyilsa, yo bo'lmasa yana ijod qilsa bo'ladi bu yerda. Ana undan keyin demak mevalar yoki yana ovqatlar olib kelsak bo'ladi.
yana olib kelib xohlagancha yeyishingiz mumkin. Lekin imkon qadar oshqozonni to'ldirib qo'ymaslikka harakat qilish kerak. Hozir odamlar oshqozoni mamuncha bo'lgan, o'zimniki ham. Bugun osh yegandim, hozir iftorlikka osh yedim. Osh yemaganimga ancha bo'lgandi. Menimcha ro'zadan oldin 2-3 kun oldin yegandim. Juda ham hozir tiqilganini his qilib turibman o'zim ham. O'zim yomon his qilyapman. Даже bo'lsa kola ichardim derdim, lekin kola ichmayapman. Imkon qadar ichmayapman. Sizlar ham ichmaslikka harakat qilinglar. Endi organizmim hozir qiynalyapti, mana xipchoq tortyapman. Lekin organizm hozir o'ziga kelib olgandan keyin men imkon qadar zavtrakka, ya'ni saharlikka hech nima yemaslikka harakat qilaman. Xo'p, endi keyingisi sog'lomlikka eltuvchi yana bitta bizda yo'lchamiz bor. Bu o'zimiz har 6 oyda chistga qilib turishimiz, tozalov qilib turishimiz. Tozalov nima uchun kerak? Biza organizmni to'liq to'yintiryapmiz, organizm semiryapti, yalqov bo'lyapti, hech qaysi organlarimiz ishlash xohlamayapti. Misol uchun oshqozon to'lib turgandan keyin yuragiga tegadi, u yoqdan jigar qiynaladi. Barchasi o'z holida ishlashga yo'l qo'yib bermaymiz. Xo'p, endi biz nima qilamiz buni? Biz chistga qilamiz 6 oyda bir marta. Men xohlayapman hozir ro'zadan keyin, mana keyingi oydan ma'lum bir programma ostida insonlarga yordam berish. Ya'ni keldiki, barchasini to'g'ridan to'g'ri hozirgi lecheniyalarimiz qilishi. Hozirgi lecheniyalarimiz ham juda foydali. Insonlar faqat tushunmayotganligi bu yomon bo'lyapti. Masalan, keladi, 2 kun yotadi-da, bo'ldi, menda normalniy, ketaman. Yaxshi boring. Ba'zilar keladi, 5 kun yotdim, ancha vez tashladim, ancha tozalov qildim, qolgan uyda davom ettiraman, malades. Yana ba'zilar keladi, menga lecheniya yoqmadi. Malades, ketur, yaxshi boringlar hammanglar. Lekin biz bundan qaytishimiz kerak. Xatyabi 2 hafta, 6 oyda bir martagina bo'lsa ham o'zimizga o'zimiz vaqt ajratishimiz kerak. Organizmga men xohlayotgandim 7 bosqichli programma tashkil qilishni. Birinchi bosqichi detoksikatsiya. Hozir buni ustida ishlab chiqyapman yana. Detoksikatsiyadan boshlash kerak, ya'ni organizmdagi barcha shlaklarni chiqarib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqichi, demak, gelmentlardan antiparazitar ta'sir qo'shishimiz kerak, gelmentlarni tozalab chiqishimiz kerak. Gelment bor organizmda, shlak bor organizmga hech qanaqa dori ham, giyoh ham ta'sir qilmaydi. Foydasi yo'q. Tushadi, mana gelment qisqacha. Nima o'zi? Gijjalar, har xil turi bor. Hop, gijjalar organizmga yopishib olgan, ya'ni joylashib olgan. Biz yeganimizdan ular ham oziqlanadi. Ularni axlati ham bor, ya'ni axlati biz organizmimizga tushadi, ular o'lsa ham organizmimizda qolib ketadi. Endi ana shunaqa organizmni ichimizda saqlab yuramiz. Biz endi antigelmentar demak programmani qo'shishimiz kerak. Va undan keyin men xohlardim yana bir marta detoksikatsiya qilishni. Ana undan keyin yana hujayra doirasida tozalab olsa, demak bizga juda ham manfaatli, foydali bo'ladi. Demak organizmimiz toza bo'ldi. Ana undan keyin men xohlayman, demak vitamin, mineral, uglevod, ferment, barcha kerakli oziqlar yoki moddalarni demak organizmga tushganda singishini, shu uchun barcha vitamin komplekslarni yoki kerakli organizm talab qiladigan bir kunlik dozani уже jo'natishni tavsiya qilaman. Bundan tashqari yana qo'shimchalar qilishimiz mumkin. Qo'shimchalarda doimiy umr mobaynida iste'mol qilinadigan ozuqalarni qo'shish mumkin. Bu ozuqalar organizmning doimiy immunitetini rivojlantirib, demak kasalliklarni rivojlanishini, ya'ni vashiyat kasallik yuqmasligini ta'minlashi kerak. Va mana ko'pchilikda hozir suyak kasalliklari kelib chiqyapti, umurtqada muammo bor, yana ba'zi bir umurtqa yemirilishi, suyak yemirilishi deyishyapti. Bu kasalliklarni ham avj olishi, boya aytganimizdek, demak, kislotali muhit avj olyapti. Odamlarda sog'lik oshyapti. 2,5 demak kislotali muhitda suyak organizm o'zini himoya qilish uchun suyakdan, sochdan, tirnoqlardan, ya'ni muguz qatlamimizdan o'ziga kerakli kuchni olyapti. Va bizda bu yoqda yemirilishlar paydo bo'lyapti, soch to'kilish paydo bo'lyapti. Biz xohlardik aynan o'sha moddalarni organizmga doimiy borib turishini. Bitta asal bilan doimiy demak oziq moddani olishimiz mumkin. Bu qo'rqinchli programma emas, juda ham oson programma, hamma uchun foydali programma. Lekin 6 oyda bir marta bo'lsa ham men shu programmani bajarib turishingizni tavsiya qilardim. Shu bilan bugungi dasturda, suhbatda boshqa gaplarim yo'q. Bildim, zerikarli bo'ldi. Lekin bor gap etildi. Sizlarni hozir semirib ketishinglar ham, har xil hidlar chiqarishinglar ham, badaningizga toshma toshib ketishini ham, demak buyrakda tosh yig'ilishi, qum yig'ilishi yoki davleniya oshishlari, bosh og'rishlari, bu barchasi yuqorida sanab o'tganlarimizdan bo'lyapti. Bizga birinchi navbatda demak qayta eslatib o'taman, sog'lom fikrlash, suv ichish, kerakli miqdorda to'g'ri ovqatlanish, demak immunitetni doimo chiniqtirib yurish, jismoniy harakatlar, kulgi, Qur'on va asal muhim. Bu meni shaxsiy fikrlarim, har doimgidek aytib o'tish meni vazifam. Menga aytgan gaplarimga amal qilasizlarmi, qilmaysizlarmi, bu o'zingizlarning xohishinglar. Men shunchaki bilimlarimni mustahkamlash uchun sizlarga bu tavsiyalarni beryapman. Agar bilimlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingizlar kimgadir ulashishinglar kerak bo'lsa, ulashishinglar mumkin, bemalol. Kanalim ochiq. YouTube'da ham kuzatsanglar bo'ladi. Mana silkalari pastda bor. Bundan tashqari umumiy gruppamiz bor, ummatga xizmat degan. Shu ummatga xizmat gruppasiga ham hozircha tashlab turilibdi bu videolar. Agar boshqa joydan kirgan bo'lsanglar, ummatga xizmat kanalimizga o'tib barcha savollaringizni ham berishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni doimo asrab yuringlar.